O'zining Tayson laqabi bilan mashhur bo'lgan Jasur Jo'rayev navbatdagi jangni o'tkazishga hozirlik ko'rmoqda. Mana bu sassiq ko'rpangdan turdani. U o'zining Oktagondagi ligasida ikkinchi jangi uchun Oktagonga qaytdi. Bu safar esa qozog'istonlik yana bir aktyor Oktagondagi ilk debyutini o'tkazayotgan Kazbek Tolen bilan to'qnash kelmoqda. Mazkur jang 19-aprel kuni Qozog'istonning Olma-ota shahrida bo'lib o'tadi. Albatta Oktagon 71-turnirda jang qilmoqda. Qip haqida aytadigan bo'lsak, u ham Doktor kabi aslida aktyor. Turli ko'ngilochar dasturlarda va dramatik rollar orqali tomoshabinlar e'tiborini qozongan. Endi esa u o'zini Oktagonda bir sinab ko'rmoqchi. Tayson uchun esa bu jang juda ham ahamiyatga egadir. Ilgari bir marta mag'lubiyatga uchragan. Bu safar esa u 1-1 bo'ladi yoki 2-0 bo'ladi yoki Oktagonni tark etishga majbur bo'ladi. Qizig'i shundaki, Taysonning bir gapi muxlislar orasida trend bo'lib ketdi. 3 daqiqa urishdim va maza qilib urdim. Qolaversa $1000 ishlab ham oldim. Bu qorinni og'ritadimi? Bu so'zlar orqali ba'zi bir negativ fikr bildiradigan muxlislarga javob qaytargan xolos. U uchun bu jang nafaqat g'alaba, balki qo'shimcha daromad manbai hamdir. Tayson, senga omad. Oktagonda esa kuch va jasorat tilaymiz.